Gelin. İyi doğdun Sabrina. İyi doğdun Sabrina. Yangi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Kecha bilasizlar 10 soat operatsiyonlikda qolgan va hamda O'zbekistonimizda Navro'z bayrami. Qani? Chaqaloq. Yaqinroq keling Feruza. Valijonim. Hamma gaplaring amalga oshsin. Ilohim. Sani butun O'zbekiston duo qildi. Sabrinani holati juda ham yaxshi. Oyoqlari, harakatlari hammasi ishlab turibdi, faqat endi qimirlamasdan dam olish kerak. Operatsiya omadli amalga oshirildi. Duolar uchun katta rahmat. Ochib ko'rsating, yarimini Hammaga ko'rsatdik. Xolasanglar mana ko'rsatamiz. Ko'ringlar, oyog'i tekis bo'lgan, o'zi sezyapti, tekisligini sezyapsizlar. Mana bunaqa bukilib yotdi. Oyoq mantda turuvdi. Ikkalasi ham mana qimillabyapti. Hamma narsa Allohga shukr ishlab turibdi. Endi bu yoqqa faqat uhod. Bizni xalqimizni hurmat qilib, vrachlar $15,000 skidka qilib berishdi. Turk xalqiga ming rahmat. Bizni yuzimizni shunaqa yorug' qilib, chiroyli qilib 8 soatlik vrachlar og'zini ochmasdan ro'zador turib berishganiga ming rahmat. Doktorlar bilan birinchi gaplashganimda men aytdim, bu qiz bitta fojiadan chiqib kelyapti va unga xalq yordam bermoqchi. Biza bunga minimalniy narx chiqazib berishimiz kerak dedim. Keyin doktorlar aytishdiki, bu operatsiya 20-25 minglar bo'ladi deyishdi. Keyin men aytdim, yo'q, to'g'ri kelmaydi. Unga pul yetmaydi, chunki hali uni oyoqqa turishiga ancha vaqt kerak. Ancha payt uyda yotishiga to'g'ri keladi deb aytdim. Keyin ular aytishdiki, biz har doim O'zbekistonga boramiz. O'zbek xalqi bizani shunda boshimizda ko'tarib yuradi. Biza ham dedi, qardosh millatimiz deb unda dedi, maxsus Sabrina uchun $15,000 ga operatsiyani qildirib berishdi. Doktorlarga rahmat, kattaxon. Shunday ko'zimni yumdim, shunday ko'zimni ochdim. Vaqt o'tib ketganini bilmadim, yengil chiqdi. Bu yoqda bizani asablarimiz ketdi. Voy. Klinikadagi burchagida Mohina yig'lagan, 4-etajda onanglar yig'lagan. Men ikkalasini ko'rsam endi nima deyman? Assalomu alaykum xalqim, yurtdoshlarim, azizlarim. Men mana bugun o'zimga keldim. Hammasi yaxshi. Men uchun duo qilganlar Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men o'zimni yaxshi his qilyapman. Oldingidek kulib gaplashyapman. Hammaga assalomu alaykum. Avvalo Navro'z bayramlaring bilan. Bugun juda ham zo'r kun. Oyog'i rovning, bizdan baxtli inson yo'q. Uyg'onish bilan Sabrina meni so'ragan ekan, men eyforiyada o'tib keldim klinikaga. Все хорошо. Kim mendan so'rayotgan bo'lsa, bot ko'rib olinglar. С ней все идеально. Assalomu alaykum xalqim, yurtdoshlarim. Hammalaringni Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Allohga shukr, mana qizim sog' salomat. Sizlarni duolaring xalqim, hammalaring duolaring bunga yordam bo'ldi. Allohning nazari tushgan ekan. Yana bir bor sizlarga kattakon